Cobalt Nexus 3larda shu dinamrimin natijatili bo'ladi. Bu ko'p holatlarda qirchillab qoladi. Bundan buyog'iga konditsioner doimiy yoqib yuriladi. Konditsioner yoqib yurilganda juda ham xunuk ovoz chiqaradi. Buni sababi ichida prujinasi bo'ladi. Shu yer ichida prujinasi qotib qolganlik hisobiga qirsillagan ovoz beradi. Buni 100 ming so'mga almashtirmaysiz. Men buni sizga juda ham qulay variantda uzun tuzatib o'rgatib qo'yaman. Tomosha qilib turing. Shu holatda qilib teshib olamiz. Shu holatda qilib shifrisga hop litolni to'ldirib olasiz va ichiga haydaysiz. Ikkita shifrisda litol ketadi. Haydagandan keyin shuni uchini shunday germetkada yamab qo'yasiz. Shunday chiqib ketmaydi. Bunaqa yaxshi foydali ma'lumotlarni bilish uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosib, juda yaqin tanishlarga yuborib qo'yasiz. Salomat.